Agroko'makchi mobil ilovasi yangilanganini ma'lum qilamiz. Xizmat turlari bo'limiga siz laboratoriyalar, mineral o'g'it omborlari va shtab tarkibi hamda feromon tutqichlar bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar kiritildi. Foydali ma'lumotlar bo'limida esa endi mahalliy va import bo'lgan urug' va ko'chatlar bo'yicha batafsil ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, eksport operatsiyalari bilan shug'ullanadigan tadbirkorlarga qulaylik yaratish maqsadida eksport qilinishi mumkin bo'lgan davlatlar va ular tomonidan qo'yiladigan talablar, meva sabzavot mahsulotlariga tavsiya etiladigan minimal eksport narxlari hamda xorijiy davlatlarda bozor mahsulotlari narxlari to'g'risida so'nggi ma'lumotlar kiritib borilmoqda. Alohida rukun orqali qadoq ishlab chiqaruvchi korxonalar, logistika xizmatlarini ko'rsatuvchi kompaniyalar, yetishtirilayotgan eksportbop ekin maydoni va yaqin 20 kunda pishib yetilishi kutilayotgan hosil, omborlarda mavjud mahsulotlar to'g'risida ham ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Bugungi kunda 60 mingdan ortiq foydalanuvchi agroko'makchi imkoniyatlaridan unumli foydalanib kelmoqda. Siz ham mobil ilovani yuklab oling. Mobil ilovani App Store va Play Market platformalaridan yuklab olishingiz mumkin.